Hörmetlik Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünlərni qızğın qarşı alırıq. Ən aldı bilan xəbərlərimizdən qısqacha məzmununu tanıştırıb ötürürüz. Xitayning jasusluq tashkiloti atalmış 5 zərni tozalash uchun qurilgan ekan. Massachusetts Texnika instituti sun'iy aql tadqiqoti uchun Xitoydan mablag' yordami olgan ekan. Amerika Majlis komitetining raisi Xitoyning rəhimsiz jasusluq harakatidan ogohlantirdi. Xitoyda ishsizlik nisbati kundan kunga yuqori ko'tarilmoqda ekan. Tunda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Xitoyning jasusluq tashkiloti Xitoyning ichi va sirtidagi Xitoy o'zi bekitib olgan 5 zərni tozalash uchun qurilgan ekan. Insider xabar torining yaqinqi xabariga qaraganda Xitoyning taraqqiy qilgan iqtisodiy va harbiy kuchi dunyoning diqqatini o'ziga tortgan. Shuning bilan Beijing dunyodagi ta'sirini orttirish va Amerikaning o'rniga dastash uchun keng axborot apparatlarini taraqqiy qildirgan. Angliya istixborot organining basiga qaraganda Xitoy chet eldagi hokimiyatini qo'lga keltirish, chet elda Xitoy kompartiyasining hokimiyatining saqlanib qolishiga qarshi tahdidlarga taqobil turish maqsadida jasusluq mulozimatini qanot yaydirgan. Parlamentning yaqinqi dokladida Ingliz istixborot organi aniqlab chiqqan Xitoyning jasusluq mulozimatining tafsiloti va nishoni bayon qilingan. Dokladga qaraganda 3 fuqaroviy va harbiy vakolat o'rniga tava necha 10 minglarcha ofitseri bo'lgan dunyodagi eng chong axborot o'rniga ega Xitoy bexatarlik ministerligi inson manbalaridan foydalanib axborot yig'itgan va jasuslikqa qarshi harakati orqali chet eldagi jasuslar va istixborot xodimlarini tutadigan. Ta'siri ancha kuchli bo'lmagan jamoat xavfsizlik ministerligi qonun ijro qilish mas'uliyati bor fuqaroviy organ bo'lib, ular asosliqi jasuslikqa qarshi turadigan. Xitoy harbiy strategiyalik qo'llash qismi signal axborotiga mas'ul bo'lib, davlat bexatarlik agentligiga kompyuter tori va tor faoliyatlaridan istixborot yig'adigan. Ingliz istixborotiga asoslanganda bu mulozimatlarning vazifasi Xitoy davlat bexatarligi va dunyoga hokim bo'lish nishoniga tahdid taqargan Tayvan mustaqilligi, Tibet mustaqilligi, atalmish Xinjiang mustaqilligi, Falun Gong va Xitoy demokratiya harakatidan iborat atalmish 5 zərni yiltizdan quritishdan iborat ekan. Xitoy istixborot harakati bular haqida davlat ichi va sirtida uchur yig'ib qolmay yana Amerika haqida uchur yig'ilgan. Ingliz istixborotining tekshirishiga qaraganda Xi Jinping islohot va mablag' solish yo'li bilan istixborot mulozimatining saviyasini texmi yuqori ko'tarmoqchi ekan. Dokladda aytilishicha, ichki bexatarlik uchun ketgan chiqim harbiy zamonaviylashishga ketgan chiqimdanmi eshib ketgan. Xitoy istixborot mulozimati davlat bexatarligini qo'g'dashga ahamiyat berish bilan birga Xitoyning darajadan tashqari cho'ng davlat bo'lish uchun sharoit hozirlayotgan ekan. Amerika va Angliya amaldorlarining aytishicha, Xitoyning maqsadi dunyoning ilg'or texnika sohasiga hokim bo'lish va murakkab harbiy qurollarni taraqqiy qildirishga osonlik yaratishni maqsad qiladi ekan. Xitoy jasusluqi har yili 200 milliard dollardan 600 milliard dollar qiymatiga qadar bilim-mulk huquqi o'g'irlaydi ekan. Massachusetts Texnika instituti sun'iy aqlni tadqiq qilish uchun Xitoydan mablag' yordami olgan. Washington Free Beacon xabar torining 8 avgust kunidagi xabariga qaraganda, Massachusetts Texnika instituti Amerika qartizimligi kirgizgan Siemens Time shirkati bilan hamkorlashib, 2 qatim 100 tonish texnikasini taraqqiy qildirgan. Siemens Time shirkati Massachusetts Texnika institutini bitirgan Xitoyda yashaydigan Xiaotang ismli bir Xitoy tarafidan qurilgan bo'lib, 2018-yili Massachusetts Texnika institutini ta'minlagan mablag'i oshkorlanmagan. Bir yildan keyin, ya'ni 2019-yili New York vaqti Siemens Time'ning Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizishiga yordam qilganligini xabar qilgan. Undan keyin Siemens Time Trump hukumati tarafidan qora tizimlikka kirgizilgan. Massachusetts Texnika instituti Siemens Time bilan bo'lgan munosabatini ko'zdan kechirayotganligini aytgan bo'lsa-mu, olgan mablag'ini topshirmagan. Free Beaconning aniqlab chiqqaniga qaraganda, institut mablag'ni nervi turi tadqiqoti va buningga markazlashgan 20 parcha tadqiqot maqolasiga sarf qilgan. Kasbiy mutaxassislarning aytishicha, nervi turi kompyuterga insonlarning nervisiga o'xshash sanspirlarni bartaraf qilishni o'rgatadigan sun'iy idrok metodi bo'lib, chiroy tunish texnikasida qo'llaniladi ekan. Maqolaning 14 parchasi rasm sonliq ma'lumotlari va rasm tunish algoritmini o'z ichiga olgan. Siemens Time mablag' solgan tadqiqot maqolalarining birini Zhejiang universitetining Xitoy ozodlik armiyasi turlari uchun ishlaydigan avtorlar yozgan. 2019-yildan 2022 yilgacha Massachusetts Texnika instituti tadqiqot maqolalarini e'lon qilgan vaqtlarda Siemens Time dunyo xalqaro patent tashkilotiga yuz va surat farqlantirish texnikasi uchun 47 turlik patent iltimosi sungan.
Xitoy Xalq Ozodlik armiyasining kuchni zamoniylashtirish planini tuzishga yordam bergan Xitoy fan-texnika milliarderlari Massachusets texnika institutiga 5 million dollar yordam bergan. Massachusets texnika instituti 2018-yili Sinus Time bilan sun'iy idrokda hamkorlashishni e'lon qilgan bo'lib, buningga ketgan mablag'mo maktabning xabari bo'lmagan Sinus Time ta'minlagan moliya sovg'atidan kelgan. Bu maktabning ma'lum bir bayonotchisi universitetning taqsim qilinmagan mablag'ning qo'shimcha ishlatilishini, jumladan sovg'at mablag'i bilan ta'minlanadigan tadqiqot takliflarini vaqtincha to'xtatganligini va hech qanday hamkorlik munosabati bilan olg'a ilgarilamaydiganligini aytgan. Amerika Majlis Komitetining raisi Xitoyning rayimsiz josuslik harakatidan ogohlantirgan. Siyosat xabar torining 5-avgust kunidagi xabariga qaraganda, Amerika parlament binosidagi Xitoyni qattiq tanqid qilgan millat vakillaridan Mike Gallagher juma kuni Xitoyning Amerikadagi josuslik harakatlarining doirasining qanchalik ekanligini texi bilolmaganligini aytgan. Mike Gallagher Fox xabarlarining ziyoratini qabul qilganda Xitoy Kompartiyasining Amerikada echinishliq josuslik harakati olib berayotganligini, Amerikaning texi yangidan uyg'onayotganligini aytgan. Amerika Adliya Ministerligi payshanba kuni 2 nafar Amerika dengiz askarining Xitoyga axborot yetkazganligi uchun qo'lga olinganligini uqtirgan. Mike Gallagher Amerikani Xitoyning davlat ichi va sirtida axborot to'playdigan Xitoyning davlat bexatarlik ministerligi va sirliq birlashma fronti xizmat ministerligining kuchli ta'siridan ogohlantirgan. Bu ikki o'rin parda orqasida qo'mondonlik qiladigan bo'lib, ularning roli va huquqining doirasi va kengligini g'arb kuzatuvchilari texnik to'liq tushunmaydi ekan. Xitoyning dunyoning har qaysi joylarida yuzlagan gumonliq maxfiy soqchi punkti bor bo'lib, dunyoning har qaysi joylaridagi Xitoy hokimiyatini tanqid qiladiganlarni nazorat qiladi ekan. 4-oyda Federatsiya taftish mahkamasi Manhattan shahar markazida 2 odamni soqchixona ishlatganligi uchun ayblagan. Xitoy davlat bexatarlik ministerligi yaqinda fuqarolarning josuslikqa qarshi turish xizmatiga qatnashishini davomlashtiradiganligini e'lon qilgan. Bu Amerikalik amaldorlarning Beijingning Xitoyda faoliyat olib berayotgan shirkatlarga aralashishiga yo'l qo'yishidan andish qilishiga yo'l ochgan. Mike Gallagher Xitoyda shaxsiy korxona yo'q, hammasi Xi Jinping, ya'ni davlatning xohishiga bo'ysunadi degan. U Amerikaning xalqiliq sohalarining Xitoyga yaqinlashmasligini saqlash uchun tirishchilik ko'rsatishi, ayirish, farqlantirish xizmatlarini ishlashi kerakligini, Xitoyning axborot to'plashda ma'lum maqsadning borligini, ya'ni Xi Jinpingning Tayvanning mustaqilligining oldini olish orzusiga yetishi, Amerikaning Hindi Tinch okeanga kishi va material avatish iqtidorini ojizlashtirish uchun uchur to'playotganligini aytgan. Xitoyda ishsizlik nisbati kundan kunga yuqori ko'tarilmoqda ekan. Talay torining 8-avgust kunidagi xabariga qaraganda, Xitoyning koronavirusi mezgilidan keyin asliga kelishi Wall ko'chasi jurnali analizchilarining mo'ljalidagidek bo'lmagan. Davlatning ojiz mol-mulk bozori, iste'mol saviyasi, yerlik hukumatlarning ortgan qarzi davlatni o'sim nisbatini tuvallatib, iqtisodni yuqori ko'tarishga ilhomlantirgan. Xitoy uzun yillardan buyon qiyin emgak bozori bilan kurash qilayotgan bo'lib, koronavirusidan keyin vaziyat texmo nacharlashib, yoshlarning ishsizlik nisbati yuqori bo'lgan. Xitoy davlatlik statistika idorasining sonliq ma'lumotiga qaraganda, 6-oyda 16 yoshdan 24 yoshgacha bo'lganlarning ishsizlik nisbati 20,3% ni egallab, 25 yoshdan 59 yoshgacha bo'lganlarning ishsizlik nisbati 4,1% bo'lishdek ahvolga solishtirganda tarixdagi eng yuqori rekordni yaratgan. Beijing universitetining iqtisod professori Zhang Dandanning so'ziga qaraganda, statistikadagi raqamlar aktivlik bilan ish izlayotganlarni ko'rsatadigan bo'lg'achqa, reallikning statistika qilingandan tuvan bo'lishi mumkin bo'lib, ishsizlarning nisbati 46,5% ni egallaydi ekan. Xitoy yoshlari jamiyat besimini rad qilishning usuli sifatida ishlamay timtas turilish usulini tanlagan. Xitoy Ma'rif ministerligimi universitetlarga qarshi talabni qattiq qo'yib, davlatning ishsizlik nisbatini tuvallatmoqchi bo'lgan. 14-asrda yashab o'tgan atoqliq jug'rofiya olimi, shundaqla mamlukiylar xaqoni tarafidan Al-Malikul Muayyid unvoni berilgan mashhur tarixchi Abul Fido Sulton Tug'anxon haqida shukrlanib tutadi. Shundaq qilib, Hijriya 408-yilga yetib keldi. Bu yili Turkiston sultoni Qarxon olamdan o'tdi. Ba'zi tarixchilar Qarxonning Hijriya 406-yili Turkiston diyori bo'lmuş Kashgarda vafot bo'lganligini qayd qilishadi. Aslida Qarxon shu yili bitap bo'lib yetib qolgan edi. Ba'zi turk qabilalari va qora xitoylarni o'z ichiga olgan zo'r ko'lamlik chin qo'shini fursatni g'animat bilib, uning yurtiga besib kelmoqchi bo'ldi. Qarxon ularga qarshi otlanish uchun Allohga munojat qilib, o'ziga shifolik berishni
Xitoy qo'shinini bir taraf qilayotgandan keyin boshqa nima kelsa mayli ekanligini aytib duo qildi. Degandek sultonning kesili saqaydi. Shuning bilan sulton darhol butkul qo'shinni to'plab Chin qo'shinini tarmal qilishga atlandi. Chin qo'shini shu vaqtda 300 ming chidirliq qo'shinga ega bo'lib, sulton ularga qaqshatqich zarbisi bilan 200 mingdan ortiq dushmanni o'ldirdi. 100 mingcha kishini asir elib, son-sanoqsiz g'animatlar bilan Balasog'unga qaytib keldi. Qaytib uzun o'tmayla sulton olamdan o'tdi. Sulton Qaraxon haqiqatan dini mustahkam, adolatparvar sulton edi. Uning bu sarguzashtisi sahobalardan Said ibn Muaz al-Ansari radhiyallohu anhuning sarguzashtisiga naqadar o'xshagan. Muaz radhiyallohu anhu Allohdan o'zini toki Bani Qurayza g'azotida qatnashganga qadar qabziroq qilmay turishni tilagan edi. Degandek, uning jangdagi yarisi toki Rasululloh Bani Qurayza yahudiylarini jazolab o'ldirishga tegishlikini o'ldirib, surgun qilishga tegishliklarini surgun qilib to'xtaganga qadar adimay turdi. Ishlar oxirlashishi bilan birdilla Saidning yarisi qanashqa boshladi va bu olamdan xo'shlashdi. Sulton Qarxonmo xuddi shu sahibiga o'xshash olamdan o'tgan edi. Sultonning to'liq ismi Abu Nasr Ahmad ibn Ali Tug'anxon bo'lib, uning vafotidan keyin qarindishi Abu Muzaffar Arslanxon taxtga o'tirgan edi. Burhan Muhammadning Chirik ruh va Quruqchi zihniyat nomli maqolasidan elindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.